Mana dada cho'yingiz. Rahmat bacham. Mana qara. Tez boda mashina pulliklarini yuvib tozalab cho'tki qil. Tur. Ha shuni moykaga bersa yuvib beradi-ku dada. Bacham moykada pul oladilar. Sen tegingina ishlaysan. Sen nima qilasan mashina yuvmay? Tur tez mashina yuvman. Kira qilishga ketishim kerak. Dada qani yuvma. Cho'tki yuvibsiz bacham. Endi so'qqa. Mana 5000. Nimaga 5000 o moykaga 100 mingga yuvar, hech bo'lmasa 50 ming bering, qay. Bacham buni men sizga mashina yuvangiz uchun berganim yo'q. Bu yer nos keltirib qo'y, tushunding? Petlarga ket. Yo bismillah. Hamsa, men bozorga tashlab keldim. Yaxshimisiz? Bozorga. Pulini berasizmi? Ha, 15 ming beraman. 15 ming hayotda tashlamayman men. 50 ming bersak tashlayman esa. Hey, Toshkentga boraman men 50 mingga. 30 ming bersak tashlayman. Ha, davay. Davay. Menga qarang, siz mashinamni bering, men uyda bir narsam qolib olib chiqaman. Qarang, mashina rasvo o'qimang yana. Chiqmadi-ku bu. Hamsa! Mana hamsa chiqdiman. Ay sen nimaga teshqurda o'tirib mashina ichiga sirishga choq qo'yib o'tiribsan? Jillimisan sen? Ay seni kallang ishlaydimi men bosh? Ey, to'kilib ketdi. Ha men 100 ming so'm yuvdirdim men bu mashina ismat. Pulini beraman. Ey 30 ming so'm puling. Ket ismat, men seni olib ketmayman. Ket. O'zing bor. Mashina berga ket. Mashina tozala. O't. Bozor olib borsang tozalayman. Tozala. Ket. Tozala. Bozor olib borasan? Olib boraman, tozala. Birinchi olib borki. Ketdi. Voy, dada puli qolibsiz, meni uylantirasizmi yo'q? Balo qilaman, batar qilaman. Shu qo'lima pul tushdi, uylantirasizmi deb. Mashina baloni kelgan, balonni almashtiraman deb pul yig'ibman, lekin holi yetmaydi pul. Oqay nimaga ner qilyapsiz? O'zimizda yaxshi joyga ketaman, zo'r balonlari. Qayerda? Yuring ko'rsataman. Ha, yur qal. Dadam aytgan magazin ana shu Asko shinalar do'koni, hozir bera balonlarni 5 ta modeliga aksiya ketyapti. Rostdan. Ha. Menga qaragan bacham, qaysi modellarga aksiya ketyapti? Yalla Madita, Largo Pro Max, Fortuna, Altairlarga. 5 ta model. 5 ta modeliga ketyapti. Zo'r bo'libdi-da. Xohlaganingiz olsangiz bo'ladi. Menga qara bacham, bu yerda faqat balonlar emas ekan aksiya. Mashina aksessuarlarga ham aksiya ketayotgan ekan. Qara, kalotka, chiqul, mechigar, antradar, keyin video registrator mana shu 5 tasiga ham 004 aksiyasi ketayotgan ekan. To'g'ri aytasiz. Aksiyadagi narsalarni boshlang'ich to'lovsiz, hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz 4 oygacha bo'lib to'lashingiz mumkin. O'z narxini. Ha. Zo'r ekanda. Dada bera balon sotib olganingizdan keyin o'rnatib berish mutlaqo bepul. Undan tashqari 10 ming kilometr yurishsiz-ku, perkika xizmati ham bepul. Rostdan. Menga qara bacham, manzilingizdan chiqmasin. Qarakul tumani, Maroqat, mana gostinsa bor-ku, yonida Asko shinalar do'koni. Bu aksiya 6-avgustdan 17-sentyabrgacha Askoning barcha do'konlarida amal qilar ekan. Siz qayerdan bildingiz? Instagramda ko'rdim. Yomon siz lekin. Balon almashtiraylik. Yuring.